Hozir kundalik turmushimizda nurg'ulg'an rasmlarni tatimiz, mayli telefonimizningki foto aparati bo'lsin va yoki bo'lmasa o'zimizning qo'ldagi o'lchamli kamera yoki fotokameralar bo'lsin, nurg'ulg'an rasmlarni tatimiz va ularni tor bekat yoki bloglarimiz orqali boshqalar bilan o'rtoqlashamiz. Albatta, tatgan rasmlarimizningki boshqalarga beradigan ta'sirininki qanday bo'lishi nihoyat muhim. Ba'zida biz rasmga tatgan obyektninki o'rnining muqim bo'lmasligi va yoki havo sharoitining o'lchamli bo'lmasligi va yoki bo'lmasa bizningki apparatni tutish jarayonidagi ba'zi bir tangpungsizligimiz sababli tatgan obyektimizningki surati o'lchamli chiqmaydi. Mayli o'zimizning rasm bo'lsin va yoki boshqalarning rasmi bo'lsin. Biz masalan bir rasm obyektini topgan bo'lsak, obraz topgan bo'lsak, bu obraz jonliq narsa bo'lgan bo'lsa, biz uni shu vaqtda rasmga tatib olmasak, biroz vaqtdan keyin uningki bizga qoldirgan jonliq obraz ta'siri boshqaga o'zgarib ketishi mumkin. Va yoki ma'lum bir jismni rasmga tortmoqchi bo'lgan bo'lsak, masalan gulga yo daraxt degandek, havo muhitninki, ya'ni quyosh nurining tushishining o'xshash bo'lmasligi sababli rasmni o'lchamli tortolmasligimiz mumkin. Mushundaq ahvollarda biz tortgan rasmlarimizni Photoshop yoki shunga o'xshash surat bir taraf qilgan yumshoq detallar bilan tahrirlashga to'g'ri keladi. Bunda bo'lsa, buning suzukligini qanday oshiramiz deydigan bir masala keldi. Men tuanda oddiy bir usul bilan navbatga shu tortgan rasmninki aniqlik darajasini oshirishni ko'rsatib o'taman. Bu yerda bir parcha rasm bor. Bu rasmni Photoshop orqali ochay. Ichilgan rasm qirmoq bilan biroz g'uva ko'rinadi. Men bu rasmni suzishim kerak yoki navbatda men shu ko'rga vaqtga tabiiy holatiga qaytarishim kerak bo'ladi. Birinchi turda imajning ichiga kirib, bundan mush rasmni asldagi, ya'ni fotoapparat bilan rasmning orasidagi muhitdagi to'salg'ular yo'q holatdagi bir holatga ko'rinishga keltirish, ya'ni tabiiy holatga keltirish degan buyruqni ijro qilamiz. Bu vaqtda rasm biroz suziladi. Jism bilan apparatning orasidagi ma'lum bir g'uvolikni, ya'ni muhit g'uvoligini suzib etgan tuyg'uni beradi. Ondan keyin biz rasmninki cho'nqurligini oshirish orqali uni texmo aniqlashtira olamiz va yoki bo'lmasa nurninki tushish nisbatini oshirish orqali suratni nurli qilib tahrirlay olamiz. Buni tahrirlashning bir qancha xil yo'li bor. Men o'xshash buyruqni ikki xil o'rinda, ikki xil usul bo'yicha ishlatishni ko'rsataman. Buningdan o'xshashlar surat degandan ichiga kirib, tangshish degan turning ichidan rasmninki chigir darajasini tangshish deyildi. Biroq buningda oq va qora rangninki tangshilishi asos o'rinda turdi. Albatta bundan boshqa tangshish usullari bor. Biroq bu biroz obrazliroq, o'lchamli ishlatildi, ham ko'p ishlatilgan bo'lganligi uchun buni qo'llanamiz. Odatda o'ng tarafdagi oq rang orqali biz rasmninki mush yaltirab turgan o'rinlardagi nurni kuchaytira olamiz va shuning atrofidagi nurni. Ya'ni qaysi o'ringa bir nur tushgan bo'lsa, shu o'rindagi nurni kuchaytirish bo'ladi. Qarasam, jismninki yuzda oq nur kuchayyapti. Quyosh nurininki tushish darajasini oshirganga o'xshashlanmish. Ham sol tarafdagi bo'lsa qora rang, ya'ni qora ko'langa qaysi o'rinda bo'lsa, shu o'rindan boshlab qanday qildi? Qaradab mangdi. Bu rasmninki cho'nqurligini oshirdi. Buni qancha kuchli bergan sari rasm shuncha aniqdek ko'rindi. Biroq haddan ziyod kuchli berayotgan vaqtida rasmninki bizga ifodalamoqchi bo'lgan asl obraziga ta'sir etishi mumkin. Shunga buni muvofiq beramiz. Men oq rangni muvofiq berdim. Qora rangni biroz kuchli qilib rasmning cho'nqurligini oshiradi. Bunday vaqtida ziyoratchining ko'ziga bu rasm bir xil aniq suzuk tortilgan rasmdek ko'rinadi. Ammo haddan ziyod ortiq bersak bo'lmaydi. Bu buyruqni jazmlashtirgandan keyin rasm bir qitim saqlangandan keyin olsam buni asli qaytara olmayman. Bu bir avarchilik. Mayli PSD hujjat bo'lsin yoki boshqa hujjatni saqlayli, o'xshashlar asli qaytara olmayman. Bunda vaqtda men qanday qilishim kerak? Aslida rasmni asldagi holatiga qaytaraylik. Qaytgandan keyin men buni layerning ichidan yangidan tangshish qavat qo'shish, ya'ni qavatning ichidan yangidan tangshish qavat qo'shish degan o'rindan o'xshashlanmi shu chigir darajasini belgilash degan buyruqni ijro qildi. Bu chiqqan tizimlikdan jazmlashtirishni bosma, albatta qiyinlik darajasini o'zinglar berib bekitsanglar bo'ldi. Bu texnik qulay, masalan, nur o'tkazishchanligini muvofiq tangshish yoki navbat kirsin bilan moslashishchanligini tanshishlar degandek jazmlashtirgandan keyin bu yerga bir qavat qo'shib turdi. Undan mush qavatda dal biz shu quyoshninki kuchli nuri va rasmning cho'nqurligini tanishamiz. Masalan, nurni oshirgan bo'lsam, biroz nur ochdi, undan keyin rasmning cho'nqurligini oshirsam, ya'ni qora rangni kuchaytsam,
qarang, muvaffaqiyat kuchaydi, rasm biroz aniqdek tuyg'u berdi. Ya'ni bizning ko'zimizga nihoyat o'lchamli tortilgandek va yoki suzuvlik darajasini o'lchamli tengshigan rasmdek tuyg'u berdi. Torbetlarda ko'pinchisi rasmlar shunday ko'rindi bizning ko'zimizga. Nihoyat o'lchamli tengshilgan, ya'ni ko'zimiz bir qarashda ham nihoyat yorqin tuyg'u berdi. Mushundaq tengshish orqali yoki Photoshopda boshqa iqtidorlarni bor, shu iqtidorlar orqali har xil usullarni tengshish orqali rasmning suzukligini oshiramiz. Endi ikkinchi usulning birinchi usulga qaraganda ortiqchiligi bo'lsa, biz navbatdagi qavatni elib etsaklar qana bo'ldi, rasm asliga qaytadi. Yoki bo'lmasa mana ko'zni oldida ko'zni yetib rasm asliga qaytdi. Qavatni ochsam, navbatdagi men bergan unum shu rasmga berildi. Bu birinchi usulga qaraganda ortiqchiligi shu. Albatta buni qo'llangan vaqtida bizga nihoyatda qulaylik bo'ladi.